Jigarlar, o qushni inini ko'ryapsizlarmi? Mana o'rmonning o'rtasidami, hozir daraxt ustidan qushni iniga chiqamiz qadrdonlar. Qaranglar. Mana Qizil Seyf o'yinimizda 11-tur g'oliblari jigarlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Birinchi g'olibimiz 2 million, ikkinchi g'olibimiz 1,5 million. Qolgan 6 ta odam 50 ming so'mdan oldi. Agar siz mana shunaqa o'yinlarimda qatnashmayotgan bo'lsangiz jigarlar, tez mana shu chatimizga kirasiz. Profilni shapkasida silka turibdi va o'yinlarimda qatnashib mana shunaqa счастливый obunachilarimga aylanasiz. Hammasi juda ham oddiy. Meni Qizil Seyfim bor bilasizlar. O'shani kodini chatimizda topishga harakat qilasizlar va obunachilarimizga o'xshab mana shunaqa pul yutuqlarini yutasizlar. 2 milliondan tortib 1,5 milliongacha har turimizda summalarimiz ko'payib boryapti. Mana to'liq versiyalari mana yozib qo'yilgan. 1-turdan 10-turgacha mana bu 11-turda skrinshotlari. Mana bu qushni tinch qo'yamiz o'rtoqlar. Biz o'zbekmiz, rahmdilmiz, bunaqa qushlarga tegmaymiz, faqat qo'llab-quvvatlaymiz. Bitta laykni bosib, qadrdonlar, mana shu qushliginini buzib yormaganimga bitta laykni bosib, Telegram chatimizga kiringlar. Profilni shapkasida silka. Mana bu Telegram kanalimning nomi. Shunday kirib, mana chatimizda ham nomini ko'rsatib qo'ying. Furqat Burat chat degan Telegram chatimizga kirasizlar, qatnashasizlar. 12-turga qo'shilib qolasizlar. Hammaga omad.